Assalomu alaykum. Mana sariq malinani mevalari. Mana rosa serhosil bo'ladi. Shuni ko'chatlaridan bor. Mana bunisi yana boshqacha sort sariq malina. Buni doni kattaroq bo'ladi. Mana bunga nisbatan 2 barobar keladigan katta bo'ladi, lekin mazasi mana mayda malinachalik shirin emas. O'rtacha mazasi. Nimani ko'chatini ko'payishi sal sustroq buni. Tikoni kam bo'ladi. Katta kam tikon narsa bo'ladi. Mana sariq malinanikini tikoni mayda ko'pgina bo'ladi. Qo'lga sayilmaydi hisob. Rosa mayda tukka o'xshaydi tikoni. Mana. Keyin yomon tez ko'payib qoladi bu. Odamni qo'rqitib yuboradigan darajada tez ko'payadi. Mana o'rtaga ekkan bo'lganman, mana sim tortib, ajatdan 1 yilda shunchalik bo'lmayaqlarga chiqib ketdi. 1,5 metr baqa, 1,5 metr yaqa bo'lib rosa ko'chat chiqqan. Keyin bunaqa yeshevika ham bor bularning ichida. Mana yeshevika, qora malina ham deyishadi, shotutga o'xshagan bo'ladi. Bu batta bir xil sorti bor, keyin undan yana boshqachasidan bor. Yejevikani ham mana bunisi maydaroq bo'ladi. Shirin bo'ladi. Mana bu yerda yerga ko'milgan. Yerda yotib meva qilmoqchi. Yejevikani mana yana boshqa sorti. Katta bo'ladi bu. Keyin ko'payishi ham tez ko'payadi nariga nisbatan. Tokni ustidagi holati bu. U nariyoqlarga ham ketgan. Mana shu hammasi bir tutdan ko'paygan nimalar. Yejevikalar. Burada yana gulli ekinlari bor. Mana juda serhosil sariq malina. Mevalari. Hidi qizil malinani hidini o'zi. Mazasi mana ma'mullari rosa shirin bo'lgan. O'zimiz qizil malinadan shirinroq ham bu. Endi nari kattasi o'sha qizil malinachalik ham bo'lmaydi ta'mi. Qizil malinani ham har xili bor-ku, shu o'zimizning vadildagi malinani mazasi bilan bir xilda. Tikonlari qo'lga sanchilmaydi, asosiysi terayotgan odamni bezillatmaydigan sort bu. O nariga katta bo'ladigani
xuddi atirgulni tikoniga o'xshab qo'lga sanchilib qoladi. Lekin mana unikidaqa ko'p basonli tikoni. Tuki hisobda bu. Tikonda ham bo'lmaydi. Malinani siyraklatib baylamasa yaxshi bo'lmaydi. Bunday deyishadi. Mana yovvoyi holatida o'sha Rossiya o'rmonida qanaqa o'tsa, o'shanaqa bo'lib yotibdi. Taydan chiqqanlari ham hammasini qoldirib qo'ygan. Mevalari mana. Mana aytdim, yurib bo'lmayapti. Menda endi mevasi bas asosan ko'chat kerakligiga ko'chat qoldirganman. Meva ham mana zakonni chiqyapti. Mana katta bo'ladigan malina kam hosil qilyapti. Meniki shunaqa bo'lyaptimi yo o'zi shunaqa bo'ladimi? Mana shu mevasi. Shu xolos katta qilib sanoqli meva qilar ekan. Mana tikoni katta bo'ladigan, tikoni kam, tikoni katta, ko'payishi ham sekin malina. Ikkalasini ham barobar ekkanman. Mana mayda malinani ham, mana kattani ham bir xilda paytda ekkanman. Ko'payishi teng barobardan ham tez ko'paydi nariga mayda malina. Keyin hosili ham mana mayda malinadan shuncha malina tergan bo'lsam, kattadan hozir shu paytda pishgani 3 ta malina pishib turibdi, 3 dona. Mana bu mana uzvagani. Farqini o'zlaring farqlab solishtiraverasizlar. Mazasi ham yo hali zo'r pishmaganmi, uzilishi juda qiyin bo'ldi, bemazaga o'xshadi. Kattasi. Mana yerga tegib turganlarni menga buni mevasi kerak emas, ko'chatini chiqaraman deb mana go'nglarga tegib turganiga hayron bo'lmanglar. Ko'chat tomir o'ttirganim ayki ko'mganman yerga yotqizib turib. O'sha yerdan meva qilib bergan. Mevasini uzib yeyman deganlarim mana bunaqa bo'lib turibdi. Mana bunaqa tepada mana bunaqa holatda. Mana mevalari. Shular yejivika. Tokda ustida ham bo'laveradi, yerga o'tkazib qo'ysangiz yerda ham bo'laveradi. Sharoit bir narsalar talab qilmaydigan narsa bu. Mana tottaligi. Hatto salqin bo'lib qolib, salqinda ko'payishiga gap yo'q ekan, pishib ulgurmayapti salqinda mana. Quyoshli joy bo'lsa maza qiladi. Xullas shuni ko'chatidan bor. Mana bunaqa sariq malinani 2 xilini, bu yejivikani 2 xil sortini ko'chatlaridan bor. Otlarini ekalasini otlari esimdan chiqib qolgan, to'g'risi yozib qo'yganman bir joyga, aytib bera olmayman hozir. 2 xil sort yejivika qoranasi, sariq malina, kivi ko'chatlari bor. Yejivika bilan malinani narxi 20 mingdan donasi ko'chati. Ko'p olganga 100 ta oladigan odamlarga 15 mingdan beraman.